Bugun 8-dekabr bayramimizda har dushanba kuni temir tushiramiz. Xo'p, yomg'ir yog'di kechasi bilan. Mana shu mashina 2 kun, 3 kundan beri, yolg'on bo'lmasa, mana shu 5 kundan beri turibdi. Bundan 3 ta bor. Yomg'irda turibdi. Mana bitta ko'ramiz. Yomg'ir o'tdimi, o'tmadimi ichidan. Bismillah. Mana. Bu lak bo'lgan, bu lak, yomg'ir emas bu. Mana. Bugun ertalabdan 2 ta telefon bo'ldi. Aka, yomg'ir o'tdi dedi. Bu hamma butkachilarda bo'ladi, bitta bizda emas. Sababi katta mashina bo'lgandan keyin tepasi germetika qilinadi, alkafoni ulanadi. Mana. Bittasi top-toza, ikkinchisi keladi. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa butun alkafondan qilganmiz. Farqini shundaki, tomi ham butun bo'lgan, xudo xohlasa. Arzonroq qiladiganlar uchun mana kelinglar ko'ramiz. Ichki tomoni ham buni yomg'ir o'tmagan, xudo xohlasa mana. Top toza mana. Bu tomoni ekan. Bunisi mana hech qatidan hech nima o'tmagan, laklangan, yaltillab turibdi mana. Devorlarni ko'rasizlar, yaltillab o'tmagan bundan ham. O, naryoda ham bor, uni ham tekshirib, men javobini aytaman sizlarga. O'tmagan hech qatidan.